Mana qishlog'imizga bahor ham kirib keldi. Anqayma tezlash samolyot tushirish kerak pastga. O'zi qishda olib chiqdik-ku tepaga, yana pastga tushiramizmi? Turaversa paylab ketadi tezlash. Svetdan keldik, qarzinglar bor ekan, kim bor? Ochaymi dada? Qisay hozir ketadi. Ha, ishlaymiz. Molni yemishini berdingmi? Boya berdim, yemadi. Boya yemadi lekin. Dadam juda mehribonlar. Buni yuzimdan ham bilsangiz bo'ladi. Dada u ketmaydiganga o'xshab, ochaymi? Keta. Bu yil tomorqaga kamroq narsa ekamiz. Gavayaga ketamiz deganda eshitilyapti. Nima ekamiz bu yil? Qara, 5 chuya kartoshka, 5 chuya sabzi, 5 chuya pomidor, bu yoqda bodring, ko'katlar, baqlajon, hamma narsa bo'lar. O'tgan ham xuddi shular ekovdik-ku. No, adashyapsan. Bu yil daraxt ekmaymiz, daraxt. Ochmadilaring ha? Bo'ldi 900 ketaman. Svet tuzaman deb nima qilamiz? Men qaydan bilaman dada, siz ayting nima qilish. Ha, bo'pti, qara. Hozir chiqasan-da, dadam yo'q edi uyda. Keyin kelarkansiz deysan, tushundingmi? Ha, bo'ldi. Davay, bor. Assalomu alaykum. Salomingni pishirib ye, ertalabdan beri taqillataman. Kunni issiqligini qara. Nimaga eshikni ochmaysan? Yoki nima? Dadang uyda yo'qmi? Boshqa safar kelaymi? Dada nima dey? Nima bo'ldi? Uyga kelsam telefonga SMS keldi. Nargiz biz birga bo'la olmaymiz dedi. Ha, bu men telefonim-ku. Nima qilyapsan bu yerda baring? Boya Abdulaziz uyga kelgan ekan. Telefonga SMS ketdi. Men Nargiz bilan birga bo'la olmaymiz debdi. U telefon meniki edi. Nargiz meni qizim-ku. Nima his qilyapsan? Abdulaziz uyga kelgan ekan, so'zib ketdi. Keyin telefoniga SMS ketdi. Men Nargiz bilan biz baxtli bo'larmiz debdi. Keyin Timur kelib qolgan. Timurning telefoni bo'lgan. Keyin men kelib qoldim. Men kelib qoldim. Nima bo'ldi dedim. Nargiz SMS yozdi dedi. Eng yomon Nargiz meni sevgilim edi. Nima deyapsan? Qara, Nargiz o'zimni cho'g'ib keldi. Alo, aya. Ha, Ro'za tugashiga qancha qoldi? oz qoldi, sabr qil. Kun juda asta o'tyapti-da. Ha, ishlasang tez o'tadi. Nima ish qilaman? Ramazon aytib keldik eshigingizga. Xudoyim o'g'il bersin beshigingizga. Ramazon aytib keldik eshigingizga. Qo'chqordoy o'g'il bersin beshigingizga. Cho? Dайте деньги. За что деньги? Ramazon aytgan bilan to'yamizmi? Bo'ringani qoidasini buzamizmi? Bo'ringani qoidasini. Bo'ldi, to'xta. Ha, berardim-u, menda plastikda. Rahmat. Nimaga fonogrammani qo'yibsan? Jonli aytsang bo'lmaydimi? Jag'im og'rib qoldi. Jonli aytganingda pul berardim. Maqsad pul bermaslikmi? Ha, pul yo'q. Shu magazin ortida latta-putta magazin egasini yapti. Shunaqa yurishing yaxshi. Undan ko'ra ishlasang, o'sha pulni topasan-ku. Qancha topding o'zi? Ramazon aytib keldik bozoringizga. Qo'chqorda savdo bersin bozoringizga. Rahmat. Shuncha pulni nima qilamiz? Tabriklasanglar bo'ladi. Men 15 yoshimda o'zimga kabej sovg'a qildim. Let's go.